Mana qo'yilganiga 2 oy 3 oy bo'lgan, bitta yozda ko'rgan. Quyosh shunchalik nima qilib olganki, даже mana qorayib ham ketdi. Endi qarang, bu romlarni ham misol qo'ysangiz, 1 yil, 2 yilda quyosh rangini, sifatini buzib qo'yapti. Kerak bo'lsa o'sha pardalaringizni ham oqartirib, devorlaringizni ham nuratib yuboryapti. Endi bularning hammasini yechimi ko'rib turganlaringdek naveslar. Assalomu alaykum, hurmatli YouTube kuzatuvchilari, Zohid Mirzayev kanaliga xush kelibsizlar. Bugun mana shu 10 ga 14 navesimiz qanchaga tushgan? Ustaning o'zidan batafsil so'rab olamiz. Holmanglar, yaxshimisizlar? Sizlar charchamasizlarmi aka? Yaxshimisiz? Aka, endi bir boshdan tanishtirib bersangiz, mana shu naveslarimizni. Bu aka nimadan bo'lgan? Shumkali navesimiz, 3 qavatli navesimiz. Oq kraskalangan DVP panerimiz, tepasida steglovata, keyin profmastildan 3 qavatli bo'lgan, shumkali, ovoz o'tkazmaydi, yomg'ir, tosh nimalardan ovoz o'tmaydi aka. Issiq o'tmaydi. Salqin, uyimiz salqin turadi aka. Maza qilib tayda dam olish, choy ichish bemalol nima qilaverasizlar aka. Endi qarang, bu hozir aytgan nimalaringizdan tashqari yana boshqa nima deydi? Boshqa arzonroq varianti ham bor, qimmatroq variantlari ham bor, bunaqani arzonroq variantlari ham bor. Bular 4 ga 4 dan bo'lgan aka. Bularimiz hozir mana shu holatimiz 330 ming so'mdan tushgan aka kvadrati. Endi bundan arzonrog'i ham, qimmatrog'i ham bor. Lazerli variantlarimiz bor. Stoykalarimizda lazerli variantlari bor aka. Har xil nimalarimiz bor. Endi egasining talabiga qarab qilib beraveramiz, tayyorlab berilaveradi. Ya'ni qayerda qanaqa naves ko'rgan bo'lsa yoki internetda o'sha rasmlarni ko'rgan bo'lsa, egasi mana shundan qilib beringlar desa, qilib beraveramiz. O'zimiz assortimentlarimizni ko'rsatamiz. O'sha ma'qul kelsa, o'shani qilib tayyorlab beraveramiz aka naveslarimizni. Chiroyli qilib, egasiga rozi qilib chiqib ketamiz aka. Aka, endi sizni chaqirish uchun qanaqa bo'lishi kerak? Mana uy egasi kelib razmerni oldingiz, sizga qanaqadir sharoit qilib berish kerakmi? Bizga aka uyda egalari telefon qilishsa, narx-navoni aytamiz. Nimani markani tanlashsa, assortiment ko'rsatamiz. O'shani tanlashsa aka, o'shanga qarab qilib beraveramiz aka. Bizga faqat shu summasini to'lashsa bo'ldi. Bo'ldi. Qolgan nimasi hammasi o'zlaringiz. 2-3 kunda qurib ketamiz. Xizmatlar aka qanaqa? Xizmatlarimiz o'sha O'zbekiston bo'ylab Vodiy Toshkentga dastavka besplatniy, qolganiga ozgina dastavkaga qo'shilib qoladi. Ozgina qo'shilib bo'ladi. Xo'p, keyin yana konteyner mahsulotidan qilishyapti. Konteyner mahsulotdan sizlar qilmaysizlar-a? Yo'q, biz faqat yangi mahsulotdan qilamiz aka. Faqat mashina. Buni konteyner bilan buni qanaqadir bir farqi bormi? Qanaqa? Bunimiz yangi aka, kraskalangan, chiroyli, sifati zo'r. Konteynerda svarkalangan yoki uloq nima yo'q aka. Hamma joyi butun narsadan qilingan navesimiz aka. Hozir bu ko'rib turganimiz, ya'ni o'sha tunika varianti, bu. Tunika varianti. Bu shumkali varianti. Buni Lexanli varianti bor aka. Gibridli bor, ikki chekkasi profmastil, o'rtasi Lexan bo'lib, gibridlari ham bor aka. Egasining nimasiga qarab, kachistamiz bor aka. Bunisining narxi qancha deysiz? 330 ming so'mdan 46 million so'mga tayyor bo'lgan joyimiz aka. Yaxshi. Do'stlar, mana endi 14 ga 10 ekan shu naves 46 millionga arziydimi, yo'qmi? Kommentariyaga yozib ketinglar yoki mana shunaqangi o'zimizni yana o'sha setkalardan foydalangan yaxshimi? Like bosib, kommentariyaga o'zlaringiz fikrlaringizni qoldirasizlar. Endi qaranglar, bundaqangi uylarni solib, chiroyli qilib, hamma yoqni chiroyli qilgandan keyin romlaringiz o'sha 2 yil, 3 yilda o'zini rangini yo'qotib, devorlar sifatini yo'qotgandan ko'ra, meni o'zimning shaxsiy fikrim, bitta chiroyli qilib shunaqangi naves qildirgan ma'qul bo'lsa kerak. Qisqasi, videomiz yoqqan bo'lsa, bitta layklardan, pastda raqamlarni qoldiryapman. Men berolmagan savollar bo'lsa, bemalol berishlaring mumkin. Sog' bo'linglar, o'zlaringni ehtiyot qilinglar.